Assalomu alaykum, hammaga xayrli kun. Yaxshimisizlar, yaxshi o'tiribsizlarmi? Ro'zalar bilan charchamayapsizlarmi? Mana-ki sovuq kunlarida ham o'tkazib oldik. Mana bu sizlar bilan birga ekkan achitkamizni ham yaxshigina sovuq uribdi. Mana-ki ahvoli. Endi buni quyoshda ko'ramiz 1-2 kun. Chunki buni nimasi ham ana bu poya deylarmidi, nima deylardi? Suvdan iborat ekanda, o'shaning uchun ham muzlab qolibdi. Endi ko'ramiz endi nima bo'ladi. Agar olib ketsa olib ketadi, bo'lmasa yana boshqa olib kelib ekaman. Gulga qolgan achitka, mana bu achitkamizga ham hech narsa qilmabdi bunga, yaxshi. Bu yaxshi chiqibdi. Mana bu achitkamiz yaxshi. Keyin mana bu gulimiz ham yaxshi. Bu o'zi yovvoyi edi. Yovvoyi o'tgan yil chiqqan edi, olmagan edim. Qishda ham shunaqa yam-yashil bo'lib turar ekan. Gulini qaranglar, qanaqa chiroyli gullagan. Yaxshi ham sug'urib tashlamagan ekanman. Ancha bir ikkita joylarga perisadka ham qilib ko'paytirib ham oldim. Keyin mana bu atirgullarimizga, karlikli atirgullarimizga hech narsa qilmagan. Mana bu gvozdikamizga ham g'unchalari turibdi, lekin ochilgan gullarini tashlab yuboribdi. Mana bu achitkamizning ahvoli, bunisi yaxshi. Mana buni esa sovuq uribdi. Mana endi ko'ramiz endi mana bu pastdagi gullarimizni ham floksga hech narsa qilmagan. Bitta shu achitkani uribdi, keyin xrizantemani sovuq uribdi. Menimcha hamma ko'pchilik xrizantemalarini sovuq urgan kuzatdim, bir ikkita gulchi sevarlardi, ularda ham sovuq urgan ekan. Keyin mana bu yoqda nima bor edi? Seribris. Buni tagidan kesib tashlagan edim. Erta bahor, endi bu menimcha yana tagidan ko'karsa kerak. Mana shular bizdagi yangiliklar. Ha, mayli, endi sovuq nima bo'lsa bo'ldi. Hayot davom etadi. Bugun qiladigan ishimiz mana shu sun'iy hovuzchamizni to'g'rilashimiz kerak. Bu biz bir tozalab suv qo'ygan edik, hamma suvimiz chiqib ketib qoldi. O'shanga hozir kilonka olib keldim. Kilonka bilan hozir mana buni boshqatdan restavratsiya qilamiz. To'g'rilab suv to'ldirib ketamiz. Hammaga yaxshi kayfiyat. Like bosishni eslaringizdan chiqarmanglar. A'zo bo'lmaganlar kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Kilonkani ustidan kilonkani to'shiymiz. Hozir biz kilonkasini qora qilishga qaror qildik. Nimaga desalaring, mana bunday qilib suvni ichiga nimadir tushsa, chang tushsa, hammasi ko'rinib qolar ekan ko'k kilonkada. Qora kilonka qilsak ko'rinmaydi degan fikrga keldik. Mana o'g'lim bilan chiroyli toshlardan qo'ysalaring, ana bu yomg'ir yoqqanda ko'rinishi chiroyli bo'ladi-da. Yaltillab turadi, anaqa toshlardan terib olib keldim. Hozir suv qo'yaman, ustidan yuvib ko'rasizlar qanaqa ko'rinishda bo'lishini. Bo'ldi. Mana-ki sun'iy hovuzchamiz ham tayyor bo'ldi. Endi nasib bo'lsa suv kelsa, suv bilan to'ldirmoqchimiz. Hozir suv yo'q ekan. Qaranglar, men yana kilonkani ko'rsatib ketmoqchiman. Agar kimdir shunaqa sun'iy hovuzcha qilmoqchi bo'lsa, mana bu metrini 12 ming ekan, 10 mingdan qilib oldim. Qalinligi ham yaxshigina. Qattiqligi ham yaxshi. Mana shunaqa kilonkada qilsalaring hech qancha pul turmaydi-da. Lekin hovlilaringga o'zgacha ko'rib beradi. Buni yozda
atrofida gullar ochilib, hamma joy chiroyli bo'lganda odamni bahri dili ochiladi. Meni uydagilarim ham boshida xo'jayinim nima kerak deb qarshilik qiluvdilar. O'tgan yilgi hovuzdagi nimani manzarani ko'rib xursand bo'lib, voy zo'r ko'rinar ekan, birdaniga kayfiyati ko'tarar ekan deb anaqa xursand bo'lib qoldilar. Birinchi negativ bo'lib, nima kerak deb mana bu kovlash kerak edi buni chuqur, o'shaning uchun ham ishi yoqmadi erkaklarimizga. Atak lekin natijasidan keyin xursand bo'lib qoldilar. O'shaning uchun ayollar o'zimiz ham qilsak bo'ladi. Bolalarimiz katta bo'lib qolgan, yordam berib olsa, unaqa qiyin narsa emasda. Hovlilaringni bir burchagida qilib qo'ysalaring, odamni ko'zi quvnaydi. Faqat endi yosh bolalardan ehtiyot bo'lasizlar. Endi suv to'ldiramiz. Nasib bo'lsa, endi bugun suv to'ldirib sizlarga ko'rsataman ko'rinishlarini degan edim, lekin hozir bizda suv kelmayapti. O'shaning uchun ham biron kun kelib qolganimizda agar suv kelib qolsa, o'shanga to'ldirib qo'yamizda, keyin yana sizlarga ko'rsataman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Like tugmalarini bosishni esdan chiqarmanglar. Kommentariyada o'z fikrlaringni qoldiringlar. Sizlarga yoqdi degan umiddaman. Agar bironta fikrlaring bo'lsa aytinglar. Omon bo'linglar.